Assalomu alaykum. Endi rejalar aytib chiqmoqchiman. Bu videoda asosan gaplashaman, ya'ni tushuntirib chiqaman. Menda mavzular yozib qo'yganman, ya'ni bloknotga nimalar haqida gapirishdi. Xo'p, birinchi bu umuman olganda hozir ekranda yoqaman. Tak. Xo'p, umuman olganda o'qishni bitirmasimdan oldin shu 1 yillar bo'lib qoldi. Kiber xavfsizligiga ham endi sal qiziqishim borligi uchun qo'shildim. Bir tanishim Muhammad Amin musobaqaga chaqirib, o'sha baribir qiziqishimni yana oshirgandi. Undan tashqari o'zim ham bo'sh vaqtlarim shunaqa tasklar yechganimga shu menga taklif qilganda qatnashaylik aka deb, Muhammad Amin mana. Xullas, nima aytmoqchiman? Mana tasklarni yechib, qaysi tasklarni yechganimni yozib, reytinglarini qo'yib, qaysi platformada yechganlarim hammasini shu kanalimga qo'yib boraman. Bundan tashqari qanday qilib o'rganganligimni Aksiyanet degan shu guruh ochganman, community. YouTube kanalim bilan bu birdayda o'zi asli. Shu o'rgangan narsalarimni qo'yib boraman. Masalan, kiber xavfsizlikmi, dasturlashma, operatsion sistema, umuman olganda IT sohasiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni qo'yib boraman-da. Endi hozir informatsiyalar ko'rinmasin debman-da. Xullas, nima demoqchiman? Mana bunday bajarib borganman. Bu yerda endi faqat kiber xavfsizlik emas, ya'ni CTF, hacking bo'yicha emas, teparoqda dasturlash bo'yicha ham qatnashganlarim bor-da. Ya'ni dasturlash, o'zi meni soham dasturlash. Bo'sh vaqtlarim shu kiber xavfsizlikdan tasklarni yechib, shu o'qib turaman. O'shanda ham o'zimda sohamga yaqinlarini, ya'ni men o'zim tushuna olganlarimni yechaman. Men tez o'tkazgan kerak bo'lgan odam kirib ko'radi. Bunday muhim bo'lgan narsa emas. Bu o'zimda erishgan yutuqlarim, qiladigan ishlarimni joylab boraman-da bu blogimga. O'rgangan narsalarimni Aksiyanetga qo'yib boraman, farqi bor-da. Keyin asosan o'sha голосование bilan YouTube'ga qo'yilgan ma'lumotlarni ham shu kanalda e'lon qilib boraman. Xo'p, xullas mana kecha emas, bir necha kundan beri bir necha kun emas, shu qachon bo'ldi? 21-fevral, undan oldin ham голосование o'tkazganman. Ya'ni hacking va programming qaysi biri deb, endi bunda qaysi bir zo'r degan yo'q, qaysi biri muhim degan ma'noda qo'ymaganman голосованиeni. Ya'ni men hozir nima kontent qilsam, shu masalan 113 ta подписчик ekan Telegramda. Shu odamlarga ma'qul bo'ladigan narsani aniqlash uchun. Agar qaysi biri yutsa, o'sha bo'yicha biror bir narsa qilib ko'rsataman degan maqsadda qo'ygandim. Xo'p, keyin bu yerda masalan kiber xavfsizlik, hacking bo'yicha yutilgan, ya'ni ko'proq foiz to'plangan bo'lsa, 62 ta ovozdan 71% hackingni belgilagan bo'lsa, keyin uni ichida ham yo'nalishlarni belgilam. Endi yo'nalish ko'p, o'zim bilganlarimni belgilam, ya'ni qaysi biridan biror bir narsa qilib ko'rsatadigan maqsadda. Xo'p, bunda asosan mana web yutib turibdi. Keyingi o'rinda kriptografiya, Active Directory, reversing bo'yicha yaxshi odamlar mana shu kanal guruhimda turganlar shu narsa bo'yicha videolar qo'yishimni xohlashyapti. Demak, shu ma'qul kelibdi. Men o'zim ham qiziqaman bu narsalarga, lekin men bilmayman uncha. Ya'ni bilganimni qilib ko'rsataman. Hozir голосованиеda demak talab bo'lyapti. Xo'p, keyin shu uydalarni daldasi bilan shu YouTube'da подписчикларning soni ko'paysa, shu iPhone sovg'a qilaman deyishdi, sovg'a qilamiz deyishdi. Lekin bu narsani o'zim ololaman. Prosta uydalarni taklifi bilan yana bir qiziqish, ya'ni
o'sha rivojlantirishga harakat qilmoqchiman. Keyin shu guruhimga yozsam menga Bobur ismlari Bobur aka yaxshi menga taklif aytdilar. YouTube'da ko'p odam to'plash uchun o'sha qisqa darsliklar qilganingiz ma'qul debdilar. To'g'ri, men bularni gapiga nima desa bo'ladi? Menga ma'qul kelgani uchun shu, lekin 100% emas, no ma'qul kelgani uchun shu fikrlarni bo'yicha bir narsa rejalashtirdim. Bu narsa mana gaplashamiz. Xo'p, YouTube haqida ham aytdik. Mana bu akani hozir aytgani, ukamish qilib menga aka deb aytdilar. Bu birda aytganlarini qilib ko'rsataman. Hozir men birinchi statistikalarni ko'rsatay, gaplashib. Mana YouTube kanalim qachon ochilganligini qanday bilsam bo'ladi? Настройки еще. Mana 2018-yil ochganman. No, boshida mavzuni topolmadim. Ya'ni nima bo'yicha video qilaman, nima bo'yicha kanalda rivojlantiraman deb har xil videolar olib ko'rganman. Bu endi asosan darsliklarni topshirganman-da. Shu bo'yi ancha podpishkam ko'payib qolgan, lekin ja zo'r emas. Lekin bu nima desa bo'ladi, odam yig'ish uchun ataylab qilmaganman-da. Prosta qiziqish, o'zimda bilgan narsalarni o'rgatgan videolarni qilib qo'yganman o'sha internetga. Biron joyda qolib yo'qib ketmaydi. No, internetda turadi shuning uchun. Xo'p, bu kanalda shu videolar qo'ydim. Oxirgi marta translyatsiya bilan kunim o'tyapti-da. Ya'ni haftada bir endi bir oy bo'lib qoldi. Mana bu videodan oldingisiga. Xo'p, davom etaman. Kanal statistikasini aytib turdim. Xo'p, mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, oxirgi vaqtlarda translyatsiya bilan o'tyapti. Ya'ni mana bu oralig'ida bir oy videoga olmaganman. Pashti bir oydan ekanda. Xo'p, nima demoqchiman? Mana e'tibor bersalaring, prosmotrlar 6 kunda hisobiga 460 ta bo'ldi. Bularning oyda hisobiga вообще kam bo'lgan translyatsiyalar. Keyin masalan videolar ham ja ko'p emas, lekin statistika tarafga o'tadigan bo'lsak, mana prosmotrlar 700 taga yetdi, shu. Keyin mana prosmotr degan qancha bo'lgan? Glavniga o'tamiz. Glavnida turadi. Xo'p. Mana xullas shunaqa statistika. No, o'ylaymanki har videoga olganimda o'sha odamlarga kerak bo'lyaptimi, ko'ryapti-da. O'sish bor. Xo'p. Endi men boyaga Bobur aytganidek, masalan, video darslik qilib qandaydir qilish deb 10 ta mavzu, 10 ta video qilib bir xilda chiqararku, o'shanaqa qila olmaslik mumkin-da. Lekin shu maslahatidan kelib chiqadigan bo'lsa, playlist qilaman. O'sha reversing bo'yichami, polni o'sha qisqa, masalan, bitta taskni yechib, videocha, bitta taskni yechib, bitta videocha qilib ishlanishini tez-tez qisqa ko'rsataman. Masalan, mana bu 8 soat bo'lgani bilan yo 6 soat, 5 soatlik promo efirlarda ko'proq vaqt ketib qoladi. O'sha tomoshabinlarga zerikarli ham bo'lib qolish mumkin, lekin unda men to'g'risini aytsam tabiiy qilaman-da. Masalan, hozir mana ko'rsatgan tez-tez qilib ketganim tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin yoki masalan qisqa bo'lsa kimgadir tushunarli, lekin qanday qilib uni topganligi qiziqishi mumkin-da odam. Masalan, bir xil tasklarga 7-8 soatlab vaqtim ketadi. Qanday qilib yechganligim muhimda. Masalan, checklist bor, checklistlarga qarab bitta tekshirib chiqaman-da. Xo'p, endi men ya'ni nima qilmoqchiman? Masalan, o'zim dasturchi bo'lganim uchun dasturlash bo'yicha ham
va hacking bo'yicha ham videolar olaman. Bunda faqat to'g'ri tushunasizlar. Hackingda ya'ni noto'g'ri tushunmanglar. Internetda hacking nima haqida filosofiya hakkerami degan narsa bor. O'sha narsani o'qisalaring, men topsam balkim tashirman. Xullas, gapim nima? Hacker bu buzuvchi degani emas, kompyuterda kuchli biluvchi degan ma'nodadir. Yani tipa ikkalasi ham yaqin tushunchalar. Keyin dasturchi keyinroq paydo bo'lgan deb aytishadi. Men nimani jinoyatni o'rgatmayman, to'g'risi. U narsani qilmanglar avvalasiga. Bu narsani bilsanglar, prosta o'zlaring himoya qilishlaring mumkin bo'ladi xavfsizlik yuzasidan. O'shaning uchun buni o'rgangan ma'qul, lekin yomonlikka qo'llamanglar. Hammasi o'zimizni qo'limizda. Xo'p, men reversingni o'rgatganim bilan, umuman hackingni o'rgatganim bilan uni himoya qilish uchun o'rgatyapman. O'zim ham shu maqsadda o'rganganman. Dasturiy mahsulotimni qanday qilib himoya qilsam, o'sha zaifliklarni tushunish uchun o'rganganman-da. Endi men shunday playlist qilaman. Masalan, dasturlash dedim. Biror bir dasturlash tili deylik, masalan, Python yoki Rust endi o'rganyapman. Va hokazo. Ko'p tilda bilaman. Endi ishlatadiganim masalan kamda, baribir haqiqiy ishni biladiganim masalan Python deylik, JavaScript deylik, Ruby, C++, Pascal ham qilaveraman, lekin katta proyektlarga masalan Python, JavaScript, yana PHP shularni ishlataman asosan. Hackingda reversing masalan attack defense'lar yoki Active Directory va hokazo boyagi yo'nalishlar. Har bitta yo'nalishga bitta playlist qilaman. Playlistda mandaqa deyapman-da. Buni ketma-ket o'rgatiladigan qilganim unchalik to'g'ri emas-da. Masalan, deylik, dasturlash tillarida ketma-ket bo'ladi. Masalan, o'zgaruvchilar, sikl, massiv deb ketma-ket o'rgatib boradi-da. Keyin proyektlar qilib boshqa masalan frameworklarni ishlatishga o'rgatish bo'lishi mumkin-da. Lekin reversingda bitta o'sha amaliy praktika qilib tasklarni yechib borganim ma'qulda. To'g'ri kelgan taskda men osonlardan boshlabdi. Lekin birinchi, ikkinchi deb nomlashim noto'g'ri bo'ladi-da. Umuman hamma tasklarda shunday. Men nazarimda, lekin mana bu kriptografiyada menimcha Caesar shifr eng oddiy shifrlardan boshlasa kerak, bilmadim, etaplar bo'lsa kerak. Lekin men shunday qilmoqchiman, ya'ni pashti dasturlashda ham shunday. Ayni bitta masalan ketma-ket darslar qilmayman-da. Bitta masalan savolga javob berish. Masalan, Pythonda mana bu narsani qanday qiladi degan savolga javob beraman. ChatGPT'mi bir nima orqali yoki Google'da eng ko'p qidiriladigan savollar orqali boyagi narsani tuzishga harakat qilaman. Ketma-ket joylayman. Lekin playlist bo'ladi. Обязательно shu playlistga kirganda aynan shunga tegishli mavzular bo'ladi. Keyin Telegramga shu yozaman, pastga qaysi playlist, qaysi kategoriyaga kirishini yozib joylab bitiraman. Ayni bitta o'sha kiber xavfsizlik bo'yicha faqat dasturlash bo'yicha translyatsiya kanal qilmayman. Mayda videolar qilib, iloji boricha kuniga chiqarishga harakat qilaman, va'da beraman. Qisqa videolar demoqchiman. Haftasiga bir marta anoni translyatsiya rejalashtirishga harakat qilaman. Real ichish uchun. Agar dasturlashi ma'qul keladigan bo'lsa, dasturlash yoki kiber xavfsizlik ma'qul keladigan bo'lsa, kiber xavfsizlik. Bir hafta buni ham qilishim mumkin. Tomoshabin qanaqadir talab ko'payishiga qarayman statistikasiga-da. Keyin xullas mana rootmedan yechishga harakat qilaman. Keyin hozir masalan tushuntiryapman-ku. Mana shu videodan keyin уже boshlayman. Qisqa videolarni qo'yishga. Bitta ishlayman, bitta qisqa qilib qo'yaman-da. Montaj ham juda ko'p qilmayman. Xo'p, keyin nimani gaplashmoqchi edik?
Telegram kanal haqida. Bularni gaplashdik, listlarni boshlaymiz. Shunaqa gaplar. Keyin kodlarimda qaranglar. Translyatsiyani qilganimda shundayligicha qo'yaman. Tasklarni javobi chunki videoda bo'ladi. Lekin orqa tarafda ishlagan tasklarimda javoblari mana bu kanalda sotiladi. Buni ko'rsatmasligim kerak edi. Mana bijir qilib qo'yaman. Xullas mana shu o'tgan kanalda ko'rsatuvda bijir qilib qo'yaman. Xo'p, mana shu kanalda endi biz o'sha musobaqalarda qatnashadigan yana teamda nomi shunda qo'yib boraman javoblarini faqat. Endi uni sotib olgilaring kelsa sotib olinglar, lekin majburlamayman. Prosta yechimini qanday ishlanishini qo'yganman-da. YouTube orqali ham qo'yaveraman. U ana pulga sal mana emas, pul kerak emas, prosta bunday yulduzchani ishlatishni o'rganish uchun qo'yib qo'ydim-da. Ya'ni rasmlarni yulduzchaga yashirib. Lekin asosiy kanalimda qilmaganim, chunki bu menga qanaqadir portfolio blogimda. Bunga o'shaning uchun platniy qilmayman. Qanaqadir zvizdacha, bir nimacha platniy qiladi-ku rasmlarni. Unaqa qilmayman. Keyin yana nima xullas har xil o'sha platformalardan kiberxavfsizlik platformalardan dasturlashni algoritm bo'yicha alohida masalan Robocontest bor. Masalan shu tizimlarda ishlab ko'rsatishim mumkin. Lekin asosiysi bunda haqiqatan algoritmni kuchaytirish kerak, 30%gacha. Keyin haqiqiy real mana bu nima desa bo'ladi, qanaqadir saytlar, qanaqadir programmalar yasashni ko'rsataman, qaysidir tilda bo'ladigan bo'lsa kategoriyasiga bog'lab. Xullas shunaqa video maqsadi shu tushuntirishdan iborat-edi. Keyin yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana analitikasini ko'rsatsam, o'sish yaxshi-da. Xo'p, promoy efirlar, lekin promoy efirda maksimum 5 tacha odam o'tiribdi mana. Bunaqa ja ko'p emasdi. Bu videoda 3 tagina masala yechganman. Shu 8 soat vaqtim ketsa ham, lekin ko'rsalarim o'zbek emas, shu 2-3 kishi yozgan. Ingliz bo'lsa kerak, bilmadim, inglizcha yozyapti. Demak, chet eldan ham ko'ryapti-da. Shu endi muxlis deganda jam muxlis ham emas bular. O'ylashimcha shu musobaqada mana bu videoda musobaqani ko'rsatganman-da. Shu musobaqada qatnashuvchilar topdi menimcha deb o'ylayapman. Chunki tasdiqda yechimini so'rashyapti-da. Keyin mana o'sha layklar ham ancha ko'paygan, 17 ta bo'ldi. Demak, odamlarga ma'qul kelyapti-da. Shunaqa format. Xullas, video shuna iborat edi. Endi bundan beriga qisqa va foydali videolarni ko'rishni boshlaysizlar. Bu hozir tushuntirganimda glavniga qo'yib qo'yaman. Lekin yana bitta narsa so'zni oxirida tushuntirib ketay. Bo'ldi, mana bu aksiyanet guruh emas. Вообще-то o'zi aksiyanet nimaligini agar tushuntirmagan bo'lsam yana bir bor tushuntirib ketay. Aksiyanet shu endi qonuniy bir nomga qanaqadir patent olib boshqa qilganim yo'q. Endi to'g'ri kelgan nomda qo'yib qo'ydim. Aksiyanet boshqa deb. Endi xullas mendan hozir tortib olsa ham, lekin men xafa bo'lmayman. Kimdir masalan brend mana shunaqa deb biz olamiz deb boshqa qilib, chunki men hech qanaqa bir pul to'lab boshqa qilganim yo'q. Hozir videoni montaj vaqti bir gapimda shu to'g'rilab ketmoqchi edim. Aksiyonetni shu to'g'ri shunday qo'yganman nomda deb aytgan ekanman. Yo'q. Aksiyonetni to'g'rog'i o'sha
sun'iy intellekt orqali boyagi dasturlash tillari va hokazo, umuman olganda bilim manbaini qanday qilib odamlar bilan bo'lishish, masalan o'rgangan narsani boshqalarga o'rgatish va bir o'sha nima deydi, ochiqlik, ma'lumotni, bilimni ochiqligini anglatuvchi biror bir nom aytib ber degan vaqtim shu aksionetda yozganda, yo nechtadir nomlar aytdi, ichidan men shu ayni aksionetni tanlab oldim. Aksionetni ma'nosi nima? Aksonlar, o'sha boyagi razmitsiyani bilmasdim, shunga qidirdimda. Noto'g'ri yozgan bo'lishim mumkin, shuning uchun. Xullas, mana bu narsadan o'sha o'ylab tasavvur qilingan, ya'ni har bitta neyroncha deylik odam bo'lsa, boshqalar bilan fikr bo'lishish, ya'ni net tarmoq so'zi, akson, o'sha har bitta anona mana bu akson, ya'ni o'sha mana bu odam bo'ladigan bo'lsa, akson uni anosi deylik, bog'lanuvchi qismi, shuni tarmoqi, ya'ni ko'p neyronlar birlashmasi degan xulosa bilan ish qilib, fikr bilan yaratdimda. Shu men yaratdimmi, bari sun'iy intellekt o'qigan. Shu nomga to'xtalgandim. Shuni to'xtatib videoni aytib ketmasam bo'lmadi. Shuni hozir montaj vaqti videoni o'rtasi boyagi gapni noto'g'ri aytgan joyimga qo'shib ketaman. Ko'rishda davom etinglar. Xo'p, o'zimda ismni nima qo'yib qo'ymadim, chunki bunda boshqalar ham video qo'yishi mumkin degan rejada shu ism familiyamni qo'ymadim. Nima? Ham mana bu aksionet guruhim ham o'sha community ham tipa shunaqa qiluvdim. Bitta men qo'yib boraman demodim buni. Boshqalar ham masalan nimadir o'rgansa qo'yib borsa bo'ladi kanalga. Boshqa bolalar masalan, men shunaqa narsa o'rgandim deb, mana Sabr Zayniddinmi adashmasam shundaydi. Shu qo'ygan linkini endi hamma o'zi masalan o'rgangan, bilgan narsasini boshqalarga o'rgatish uchun shu Telegram guruhida qo'ysa bo'ladi deb rejalashtirdim. YouTube'da ham tepa shunaqa qilmoqchi edimda. Nima? Bu yerda turli xil mavzudagi videolar, har xil uroklar bo'lishi mumkin. Bitta o'zimda bilimni yetmasligi mumkin. Ertangi kunda bu mendan bir esdalik qoladigan tizim bo'ladi. Shuning uchun mendan emas, umuman olganda shu jamiyatdan deb hisoblayman. Keyin bu yerda nima bo'ladi? Asosan YouTube'dagida o'sha umuman IT sohasiga bog'liq bo'lgan o'sha sun'iy intellekt, dasturlash, kiber xavfsizlik, yana o'sha data science deymizmi, hamma o'sha sohalardan o'sha masalan tushungan, o'rgangan bilimni qo'yib o'sha to'ldirib boramizda. Ular shuni to'ldirib boramanmi, yo'q to'ldirib boramizmi? Yana kimdir masalan birgalikda oladigan bo'lsa, ertangi kunda translyatsiyani masalan 2-3 kadrdan olinib shunaqa rejalashtiraman. Ya'ni ikkita odamnikini birdaniga ko'rsatishi, masalan navbatma-navbat men o'sha yechim topdim, ko'rsatishi men ekranimga o'tadi, yo'q uni o'tadi. Xuddi futbolda ham o'sha michi qayerga ketadigan bo'lsa kamera o'sha yerga qarab turadi, xuddi o'shanday tarzda. Xo'p, video shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.